Bu futbolchi jarohat olgandek ko'rsatib, raqiblarni chalg'itganida tomoshabinlar mutlaqo kutilmagan sahnaga guvoh bo'lishdi. Barcha himoyachilar bir zumda bunga ishonishdi. Ular yugurishni to'xtatib, qo'llarini ko'tardilar. Go'yo vaziyat tugagandek. Aynan shu chalkashlik paytida uning jamoadoshi ajoyib imkoniyatni ko'rib qoldi. U to'pni olib darvoza tomon yugurdi va oson gol uraman deb o'yladi. Ammo tez orada hammasi reja bo'yicha ketmayotgani ayon bo'ldi. Gol urilgach, raqib jamoa futbolchilari g'azabga to'ldi. Ular go'yoki jarohat olgan futbolchi tomon yugurib, uning aldovini fosh qilishga urinishdi. Qichqiriqlar kuchaydi, hissiyotlar avj oldi va o'yin nazoratdan chiqa boshladi. Vaziyatni tinchlantirish va adolatni tiklash uchun hakam mutlaqo kutilmagan qaror qabul qildi. U yashil libosdagi jamoani oq libosdagi jamoaga ataylab gol urishga imkon berishga majbur qildi. Natijada butun stadion